Musulmonmisiz desam, alhamdulillah musulmonman deb aytadi ko'pchilik. Shu savolni sizga bersam ham siz ham musulmonman alhamdulillah deysiz. Lekin musulmon inson birodarlariga qo'lidan kelganicha yordam berishi kerak. Mana shu videoga bitta podpiska bilan like bosib qo'ying desam, ko'pchilik insonlar bosmasdan o'tib ketadi. Nimaga? Chunki mana bu yeri qora. Podpiska like bossam, shu bir inson ko'tarilib ketib qolsa, bir mashhur bo'lib ketib qolsa, keyin men nima qilaman? Bu ko'p pul ishlasa, bo'yib ketsa, keyin men nima qilaman degan o'yi ham kallasiga bo'ladi. Birovga yordami tegmaydi. Shunaqa insonlar eshitib qo'yinglar. Birorta insonga yordamlaring tegmasa, zararlaring ham tegmasin. Ba'zi insonlar mana shu kimdir ijod qiladi, video qo'yadi, mehnat qiladi. Kirib negativ kommentariy yozadi. Videolariga g'alaba tashlaydi. Ertaga bu dunyoga borganlaringda mana shu qilayotgan ishlaringga qanaqa javob berishlaringni bir o'ylab ko'ringlar. Bu dunyoda ko'p yashamaymiz. Hamma bir kun o'lib ketadi. 50 yil, 100 yil yashaydi, baribir o'lib ketadi. Bu dunyoga nima deb javob berasizlar?